Assalomu alaykum savatdoshlar, qanday holinglar, yaxshimi? Bizning bu qitimqi darsimizda sizlarga nol saviyadan boshlab o'rgangacha bo'lgan o'quvchilarningki qaysi narsalarga ehtiyoji bo'ladigan, qaysi materiallarni o'ziga to'liqlashni lozim ekanligini tushuntirib o'tmoqchi. Tikkuchilik, ya'ni kesimchilikda alohida qo'llaniladigan materiallarni sizlarga tunishtirmoqchi. Undan bo'lgan chog'da boshlab ketaylik. Bu mening oldimda to'g'ri, bu 1 metrlik sizg'ish bo'ladi, ya'ni 100 santlik. Buni normalda rahlarni o'lchashda, ikkinchidan rahni biz rah kesidan azimsini ustiga qo'ygan chog'da oldingi tarafining qirg'oqlarini tuzlashga ishlatamiz. Endi bu yerda meniki 6 tal sizg'ishlarım bor. Bu sizg'ishlarning uyg'urcha atalishi yay sizg'ish. Turkcha rega jadvallari deb ataydi. Tamam. Undan bo'lgan chog'da hozir men qilgan bu sizg'ish ko'rinishga bir xil g'ayri ko'rinadi. Buni qanday qo'llanamiz? Ya'ni kiyimning qaysi taraflariga bakrak ishlatildi degan chog'da bu yoq o'yilmasi uchun ishlatildi. Ya'ni yoq o'yilmasning oldingi tarafdan tushishi, arqa yoqininki ko'tarilishi, andan keyin kichik bolalarninki yoqlari bo'lsa bu tarafdan degandek bunaqa yoqlar ishlatiladi. Tamam. Bu ikkinchisi ko'rinishdan bu kasbga ya'ni azroq aloqasi bo'lganlar ko'rinishda misi qila oladi deb bilaman. Bu ya'ni kiyimniki, ya'ni kesim ustida kesayotgan chog'imizda yana shu qo'ltiq o'yilmasi. Ichki qo'ltiq, cho'ng qo'ltiq, yana bu bolalarning kiyim uchun qo'llanadi. Bu tarafi bo'lsa cho'nglarning oldi orqa tarafiga ishlatalaymiz. Endi bu bir tarafi egmirak kelgan bu sizg'ichimiz normalda tuz siziqlarga, ya'ni en tarafdan sizishlarga ko'proq qo'llanadi. Yani bu xildagisi, yani paloq shaklda chiqqani bor. Buni normalda bakrak yalaqi oldi keyinninki qo'ltiq qo'yilmaninki biroz normal bo'lmaganlarga bakrak qo'llanamiz buni. Ular uchun qo'llanamiz. Masalan, mo'ris kichik, mayda tog'oq tarafi kengroq kelganlarga buni qo'llanamiz. Demak, asosan bu ikki sizg'ish qo'ltiq o'yilmasi uchun qo'llaniladi. Mana bu yerdagi mana qilich sizg'ish. Yana buni ismi qilich sizg'ish. Bu qilich sizg'ichimizni qanday qo'llanamiz? Normal etki, bakrak etekli kelgan ko'ylak yoki yubqalarning bel ko'tarmasi uchun. Yani birga etekninki ostki tarafdan ko'tarilmasi uchun intayin qulaylik. Bir qatimdan ham sizni bel qilib aytgan bo'laydi. Ya'ni buning etek va bel ko'tarmalari uchun qo'llanilgan sizg'ish. Yani bu bo'lsa 90 graduslik sizg'ish, 3 burchak sizg'ish. Buni ba'zan qarindoshlarimiz bor, rahning ostki tarafini tuzlashga to'g'ri kelgan chog'da tuz sizg'ish bilan toza to'g'ri sizib chiqarmaydi. Ularga shu rahninki oldingi tarafi, ya'ni qirg'oq tarafininki bu yerga qo'ygandan keyin ostki tarafdan sizg'iladi. Normalda meniki bakrak qo'llanilgan sizg'ichim bo'lsa, bu sizg'ish. Bu sizg'ichni ma'lum ustamlar biladi, ya'ni bu so'ng orqali o'rgangan Mamatdan bu kasbni so'ng orqali ishlatish, kesimni asosan so'ngni asos qilish shaklida so'ng bu sizg'ish uchun bakrak alaydi. Endi meniki o'zim bu kasbida, ya'ni kesim ishlarimda bakrak qo'llanilgan sizg'ichim qaysi degan chog'da birga bu so'ng sizg'ichim, so'ngninki, ya'ni santimetrning so'ng'i aylanishi bo'ldi. Bu sizg'ichimni qo'llanaman, yana biriga uzun sizg'ichimni, ya'ni 1 metrlik sizg'ichni qo'llanaman. Qo'ltiq o'yilmasi degandek shu sizg'ichlarni alohida qo'llanaman. Ya'ni sizlarningki texnika kasblashgan chog'da, ya'ni bu sizg'ichlarga ehtiyojinglar bo'lmasi mumkin, ammo qilib chiqarish yoki yangidan o'rganish jihatda mish materiallarga eng ko'p ehtiyojinglar tushadi. Unda bo'lsa, men bu sizg'ichlarni qanday ishlatish to'g'risida sizlarga qisqagina bir o'rnak ko'rsatib bermoqchi. Hozirgi mening bu oldimda to'g'ini, ya'ni sizg'ichning ostida to'g'ini, ya'ni qilib qog'ozi, qilib chiqarish uchun, kopiyalash uchun rasm ustini bizning qilib qog'oziga ehtiyojimiz bo'ldi. Ya'ni qilib qog'ozi. Qilib qog'ozni bir qatam sizib, kesib olgandan keyin raq qilsanglar intayin yaxshi. Endi raqlarninki metr ba'zilaridan azam bo'ldi, azamdan qimmat. Endi menimcha bo'lgancha qilib qog'ozni sizib olgandan keyin ana o'lchamlik chiqqandan keyin ana raqqa chiqarishinglarni so'rayman. Tamam, bunda qisqachab ketdi. Yana birinchi bo'lib ishlatidig'ini 1 metrlik sizg'ish. Yana bu qilib qog'ozimizning uzunligi 1 metr, eni, ya'ni kengligi 70 sm. Men sizlarga o'rnak qilish uchun bir tal ko'p sizman birinchi bo'lib. Qilib qog'oziga normal qalamlarni ishlatsanlar bo'ldi, lekin uchi intayin inchik bo'lib qolganlik uchun normal bu yoq qalamlarni shunga alayda bu qilib qog'oziga sizadigan uchi biroz tomroq kelgan bu yoqlar bor. Maxsus qilib qog'ozlarga ishlatamiz buni. Bu yoq qalam. Qani unda bo'lsa, men buni bu orqali 1 metrlik sizg'ichimiz orqali
yana raqning oldingi qirg'oq tarafi, ustungi tarafini yani to'xtatib oldim. Endi bo'y tushini to'xtatib olgandan keyin tam bu jarayonda yana bu siziqning tuz bo'ldimi, bo'lmadimi, buni tekshirish yoki buningdayliqi o'zimizga ishonamaslik, tuz sizamay qilamanmi degandek ahvollar bo'lib qolsa, yana bu 90 gradusda bu siziqchimizni ishlasak bo'ldi. Qaranglar, mana shunchalik tuz chiqdi. Unda bo'lgancha buningki bir ishlatish o'rinlarini sizlarga tushuntirib o'tay. Yani bir kopni sizmoqchiman. Bu kopninki uzunligini to'xtatdim. Raqning oldingi qirg'oq tarafini chiqarib o'tgandan keyin uzunlikni to'xtatdim. Uzunlikdan keyin men kopninki bo'y qismidan mo'ri qismini tushirmoqchi. Endi mo'ri qismidan yani ko'krak siziqni chiqarmoqchida men. Endi bundan keyingi jarayondan sana yana balon o'rnini tepish uchun men bo'lgandan tam yerdan yana uzun 1 metrlik siziqchimizni ishlasak bo'ldi yoki so'nliq chizimizni ishlasak bo'ldi yoki buni ishlasak bo'ldi. Ammo men sizlarga hozir almashtirib ishlatib ko'rsatyapman. Yana bir boshqa bir materialimiz var. Bu intayin ətli qo'llanishga yana bu sizuvchimiz. Buni maxsus qilib chiqarishlarda yoki daftarlarga topshiriq ishlatayotgan chog'da bakroq qo'llanamiz. Ammo men buni yana ayrim bir dars qilib sizlarga yo'llab bermoqchi. Chunki meniki bu qaytam qisqa bo'lsa, şu men bu sizuvchimizni sizlarga ayrim bir dars qilib berman, yani tafsiliy holatda. Hozirgi yana bu yerlarni sizdim. Siz bo'lgandan keyin ana qanday qilaman? Buniki kengliklarni to'xtataman. Kengliklarni ma'lum o'zimningki ko'z mo'ljari bilan to'xtatishni qaror qildim. Masalan, bu mo'rining sizigi, mayda taraf, ko'krak va kasana o'rni. Tamam. Bu holat bütün o'rinni to'xtatdik. Endi buni tutashtirish qoldi. Tutashtirishni qanday qilamiz? Yana oldi yaqinning qaytishini to'xtatdik. Tutashtirish keyin javob birinchi bo'lib, ya'ni mo'rning tushishini sezib olamiz. İkinci bosqich o'rin kelganchalar vaqt qizil rangli qalamni ishlatamiz. Yana alayda o'rinlarga kelganda. Bu o'rinni tutashtirib oldim. Endi buniki uyumlularni chiqana qilamiz. Bu yoq sizg'ichimizdir. Shunchalik o'lchamli keldi ya yaqinki. Endi qo'ltiqniga qaraylik. Har bir yerga qo'yamiz, har bir belgi o'rinilgan, ya'ni ishorat qilingan nuqtaning ustiga kelamiz. Aklish, yana aylantirish orqali buni o'lchamlik chiqaramiz. Qaranglar, shunchalik yaxshi keldi. Ba'zan qarindoshlarimiz va yana kiyimning bu qo'ltiq aylanmalarning siziqlarini buni o'xshash sizg'ichlari yo'q holatda qo'lda sizishga, ya'ni uzukcha holatda sizishga mecbur bulduk. Ba'zilarimiz to'g'ri eklanmaymiz. O holatda yana so'nliq chizimiz bo'lsa yoki buni o'xshash tuz sizuvchimiz. Yana bunday so'nliq chizimiz bo'lmagan asosda 30 santimetrlik chizimizda tuzib oldik. Tekrar buni qishig'i ko'kranli qalamda qilay. Siz bo'lgandan keyin bu qo'ltiq va mo'ra nuqtasi bilan mayda nuqtasiniki ishki o'rnini tuz sizg'ich tutashtirib olamiz. Hozir tuz sizg'ich tutashtirgan bilan qo'ltiq, ya'ni uyulma sizg'ichimiz bilan ikkisining farqini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu holatda qaranglar. Bu nuqtaga diqqat qilinglar. Bu sizg'ich bilan sizgan o'rnimiz bilan qaranglar, mana bu qizil rangniki normal o'zimizningki, ya'ni ko'z mo'ljari orqali tuz sizg'ichlar tayyorlangan holatda qilganimizning ikkisining farqini bo'ldi ekan. Yana bu xato. Yana bu qizil rangniki, ya'ni bu sizg'ich bilan sizganimizning intayin o'lchamli chiqdi.
Endi astınqı tarafga kelgan chog'da yana buni qo'llaymiz, buni. Yani bazen iştahlarınki var, bazen eliqi yan tarafı biraz çıkan, ayollarının koptukları var. Ularda sizler bu astınqı tarafınki, yani bu qılış sızıqçımızınki örüş arqılı qo'llansalar bilaveradi janob qarindoshlar. Qaranglar. Bunun intayin chiroyli chiqdi. Endi astınqı tarafga kelgan chog'da. Agar kopta bo'lsin, mayli ko'ylak bo'lsin, astınqı tarafininki bu ushuqliqni, ya'ni bu yerdagi bu ushuqliqni chiqarib etmay turib kelsak, kiyimning yon tarafi sanglab qilish yoki bu qo'ltiq qismininki tikishdan sanglab qilish bu ehtimollar yuz berdi. Shunga buni alayli diqqat qilinglar. Men hozirgi bu qilib ustiga sizgan chizmalarni faqat sizlarga o'rnak bo'lsin uchun ham sizga qanday yalang ishlatilganmiz, shuni bildirish uchun ham qilyapman. İnşallah Allah xalsa bundan keyingi dərslərimizdə ölçənlik halətdə sizlərə sizi çıxıb vermə. Hazır bəl tərəfini götürməkçi. Bu bəl tərəfini neymiş üçün götürdüm? Əgər siz kopduğunuzdan üstü kəncə tərəfini, yəni məlum bu sızıqdır. Diyə kəyicib olan arlı kəncə buldum. Kəncə düşüşü. Yəni bir kəsmə almakçı olsunuz, kesme alet tıkamakçı olsunuz çok kom. Belden kap oturuyordun. Yan tarafınızga, yani bu sızgıçınızga tayangan halette kütürüyüşünüzü sorayla. Endi, bu yerde bir sızgıçımız kaldı. Eğer aldırgan çığınızda o boplamızsa bunu işletsiniz buldu. Yani İbay mən dərb ötkəndək, məlum bir kişilər buldu. Onların mörüsü kiçik. Meydə tarğaq tərəfi biraz kən-kən. Onların xınaqlımız. Bunları qınaqımız degan çağda onun bir sıqını bir önüne qilib ko'p qalam ishlatmoqchidir. Yana bu qulamdagi 3 o'lchak siz o'shani alaydilik intayin ko'p. Mayli daftarga xatir qoldirgan chog'da qilinglar yoki qilib qog'ozingizni qilinglar. Bu aynak shaklida bo'lganligi uchun ham ichida intayin ko'p san sıfırlar var. Bunlarni alayda başqa ders qilib o'rinlashtirib tushuntirib qo'ymaydilar. Ammo buni bilg'asalar intayin oson. Ko'p ishga yaraydi demakchi asos. Tamam. Bunchalik misol qilay. Ma'lum bir odamniki murus kichik murusni o'lchimi masalan 38 bo'lsa, yani oldi mayli kamligi 40 yoki 42 chiqib qoldi. Mesela bunlar adamlarını qınaqlımız. Eğer aldırgan çağınızda bu sızgıçını qo'llansangiz bo'ldi. Buna. Bu holatda. Hozir shunchalik yaxshi keldi. Har bir nuqtaga shunchalik yaxshi keldi. Eğer Bəyəm qılmayman desəniz, bu sızgıçıq tayanğan holatda qilsangiz bo'ldi. Yani bunda adamlarninki yani o türdeki adamların koltuk uyulmasını belki uyulatken çağda. Yani bu halette çıkıdı zapas bu yerde. Belki uyulup kesse yani bu yerdeki koltuk bölgesi belki ilgili kesse kiyimninki bu halde yani koltuk tarafı ta çıkıp kaldığan, küçük kırvalıdığan kiyimninki süper itikilip çıkışığa təsir göstərdi. Şunun için mörüs küçük meyde tağaq tərbi kəm çıqallağa, yani bu sızgıç intayin qolaylık, işletiş intayin əplik. Buldu, onaq bolsa bugünkü dərsimiz işləgici oldu. Həmənlərdən Allah razı olsun, rəhmət.